Assalomu alaykum ahli gruppa, omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugun 15-dekabr holatiga biz Bistronom magazinlaridamiz. Rossiyadagi katta setlardan biri bu ham. Mana bu bizda toifa uzumlar. Ancha bularni kechagi ko'rsatgan joylardan ancha holati yaxshi mana. Bachatganda chidasa bo'ladi. Holati yaxshi mana. Shular mana qaranglar, 229 rubldan sotilyapti. Kechagilar 130 rubldan ham ketmayotgandi mana. Har holda ularmon olgisi keladi-da, mazzasi uchun oladi. Endi bu yoqda mana Xitoy uzumi, o'sha trend bo'layotgan Husayn uzumlari. Ular 190 rubldan, 189 rubldan, biznikilar 230 rubldan. Deyarli 40 rubl qimmat sotilyapti-da mana bizniki. Mana kishmishlarda ham holati yaxshi ancha. Xurmolarimiz endi bu ko'p turib qoldi bu narsa. Mana nima demoqchimiz? Mana Xitoy bu yo'q deyilyapti gap so'z, lekin sifatni yaxshilab kelgan bo'lsak, mana shu Xitoynikidan baribir yaxshi ketyapti-ku. Qimmat sotilyapti bular. Mana shuni farqini tushuntirmoqchimiz-da. Bizning uzumlarda o'zi O'zbekistondan kelayotgan yuklar o'zi brend. Nomi brend. Faqat buni ozgina sifat olib kelish kerak xolos. Men aytolmayman hozir bundan sifati o'ta zo'r deb. Bu deyarli mana bir xilda turibdi, lekin bizniki qimmat ketyapti. Bir xilda bo'lib kelsa sifati sal pastroq kelsa ham, lekin haligi uxlash, pishmagani, tagiga xomini urish, anaqalarni urilmasa, bir chiroyli bo'lib kelsa bo'ldi, o'zi boshqa gap yo'q, qimmat ketaveradi shunda ham. Shuning uchun biz aytib qo'yish bizdan, xulosa sizlardan. Mevalarning holati bugun dushanba kuni bo'lishiga qaramasdan magazinlarda olarmonlar, xaridorlar bor. Savdo bo'lib turibdi. Konkurensiya ko'p, dunyoning har joydan har xil mollar keladi Rossiyada. Shuning uchun konkurensiya ko'p bo'lgandan keyin bu yerda nima bo'ladi? Birinchi navbatda sifatga e'tibor bergan bo'lsak, yana o'shanda Mercedes uzumlarimiz mana shulardan qolishmaydi-da. Bular ham o'sha kechada ko'rsatdim, 300 rubldan mana shular qatori ketyapti-da. Bu yoqda mana qadoqlar. Qaranglar, qaysi holatga o'tdi qadoqlar. Zelinlarda hatto mana qilib chiroyli qilib olib kelishyapti. Ko'zni quvontiradi, o'ziga tortadi mana shu narsalar. Har vaj borda. Har vaj bor. Sifatda nima? Sifat bu o'sha aldov bo'lmasdan chiroyli qilib, bir odamgarchiligiga mos xos qilib, meditsin tarafdan to'g'ri keladigan qilib, sog'likka to'g'ri keladigan qilib, aldamasdan pishganini yetiltirib olib kelish xolos. Sifat shu. Bu narsa hatto yaratganda yo'lida ham halollik bo'lgandan keyin shunday chiroyli bo'lib kelib, bunday narxlarda sotilishiga sabab bo'lib beradi. Ana barokat. Mana shu narsani tushunib olsak bo'ldi, boshqa gap yo'q. Mana xurmolar ham ancha yaxshi. Lekin baribir mana shu ikki qator yashik bo'lgandan keyin bunday bo'lib urilganlari chiqib qolyapti. Chidasa bo'ladi. Salomat bo'linglar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Xullosa o'zlaringizdan aytib qo'yish bizdan. Yana bir bora assalomu alaykum ahli guruh, omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana 15-dekabr yana Pityorchka savdo markazlaridamiz, setlarda. Mana sizlarga aytmoqchi bo'layotgan narsamiz, bu borada ham oldin ko'rsatganmiz, endi har holda ko'rsatib qo'yamiz. Mana qaranglar. Mana shu narsa, bu uzum bor-ku, bizda любой uzumdan mazasi yomon. Men hozir ham tatib ko'rdim, mana shu uzum. Bilmayman qayerdiki. Lekin bizning uzumlardan mazasi yomon. Bu chetniki yoki Xitoy yoki Turkiya o'sha tarafdagi. Mana narxini qaranglar, 269 rubl. Mana uzumlarimizdan bu nimasi holati ham, qanaqasi mazasi ham yomon-da. Lekin bularimiz mana 199, 200 rubl turibdi, bular 270 rubl turibdi. Nimani hisobiga? Mana. Shuni hisobiga. Nahot biz shunchalik narsani qila olmasak. Qaranglar, mana bunga qanday qilib qo'yapti? Mana shu eng kichik yashigimiz bor-ku. Shunga qanday bo'lib mana. 1 2 3 4 kiloga yetib yetmagan
eng kichik yoshliklar, bular hali kichik yoshliklar desalarsiz. Akkuratna tagida mana bir dona ham qanaqasi qolmayapti. Asfalt qolmaydi, hammasi sotilib ketadi. Ular yaxshi. Akabi mashinaslarga o'tishimiz kerak deyapmiz-da. Mana limonlarni, olmalarni qanday qilib qadoqlashib qo'yapti. Bu uchun katta narsa qilish kerak emas-da, katta o'ylanish ham kerak emas. Mana shu turibdi-ku, mana primer turibdi bizga. Mana shu ham 300 rubl. 300 dan turibdi. Nimani hisobga? Mana chiroyli qadoqni hisobga xolos. Qaraylar, 170 rubl. Boy o'sha Petyoroshka magazinlarga kirib mana shularni tatib ko'ringlar, deb o'zimizning uzumlarni ko'ringlar, buni ko'ringlar. Bizning kishmish toifalar bundan o'lsa o'lik ortadi. Lekin mashina hisobiga 100 rubl qimmat ketyapti. Biznikilar 160, 170 ga yetmayapti o'sha toifa kishmishlarimiz. Ha, bular 270 rubldan ketyapti. Nimani hisobiga? Mana shuni hisob. Faqat shuni hisobiga. Bo'ldi, boshqa gap. Mana. Shuning uchun aytiladi endi. O'ta oliy aql, ma'lumot bo'lmasa ham, ozgina bir farosat bo'lsa, chiroyli qilib olib kelgan bo'lsak, o'sha arzimas 5 rubllik, 5 rubl ketmasa kerak, oshi borsa 10 rubl, 5 rubl ketmasa kerak o'sha qadoqqa, lekin bu 100 rubl, 95 rubl oshishi bizga naf beryapti. Mana nima uchun islohot deyapmiz, mana nima uchun uyunyapmiz, nima uchun bilganimizda ham qarz ham farzlik uchun aytib qo'yapmiz, xolos biz. Bu o'zlaringizga mana shundan xulosa chiqarib olinglar. Mana qadoqlar. Mana ular nima uchun bunday qilyapti? Molim ketsin deyapti. Bu rastalarda turib o'tgan safargi videoda ko'rsatganingiz singari oxiri siqilib musor bo'lib chiqib ketmasin deyapti-da. O'shuning uchun bunday qilib chiroyli qadoqlayapti, o'zini ustida ishlayapti. Fakt mana shularda odamlar olsin deyapti. Yana qaytarib o'tamiz, ko'pdan beri aytamiz, bu rus xalqi endi xohlaymizmi yo'qmi, O'rta Osiyoda endi katta bozori baribir Rossiyada, yonimizda-da. Bu xalq bir chiroy uchun, bir toza narsa uchun, sifatli narsa uchun harakat qiladigan xalqda, pulni ayamaydigan xalq. Mana shunaqa narsalar uchun pulni ayamaydigan xalq. Bu xalqqa qanday qilib chiroyli qilib olib chiqib bering. Xohlagan pulingizni beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'rsatib qo'yishimizdan xullos o'zlaringizdan. 15 dekabr endi magnit savdo rastalarimiz. Mana qaranglar. Mana bu hozir yuqorida boyagi haligi qadoqlangan uzumni ko'rsatdim. Turkiyanikimidi yoki Xitoynikimidi qaranglar. O'sha mana bu bizning toifa uzumlardan mana ko'ryapsizlarmi? Nimani aytmoqchimiz? Mana qaranglar, mana Rosti. 3 yoshlikdan hozir 1 yoshlik mana Rosti turibdi. Rosti. 129 rubl turibdimi? Oldingiz ko'rsatganim qadoqlik 270 rubl edi. Qancha raznica qilyapti? 150 rubl raznica qilyaptimi? 160 rubl raznica qilyapti. Mana nimani gapiryapmiz biz? Mana shu narsalarga quloq solinglar. Bu Rossiyda mana. Mana bu brendga kelgan, mana shu brend. Samarqanddagi ketdi. Holat ko'ringlar, endi bular tugadi-da, endi buni olmaydi birov. O'shani qadoqlab qo'yilganda shu timas edi, bu holatga kelmas edi. 129 rubl bo'lib turmas edi, yonida 216 rubldan mana uzumlar turibdi, 400 rubldan uzumlar turibdi. Hali oldingi videoda Petyoroshkada ko'rsatgan uzumlarim men 100 bu 130 rubl bo'lsa, u 200 qancha edi? 70 rubl edi. 140 rublga farq qilyapti-da. 140 rubl представлять qilyapsizlarmi? O'sha haligi plyonkaga, mana bu narsaga, mana bu qadoqqa, mana bu narsaga boya ko'rsatganimga 5 rubl bor, 10 rubl ketsin, qancha raznica beryapti? 120 rubl raznica beryapti. Biz 120 rublga bu uzumni Selikom shuncha 3000 kilometrdan rasxod qilib olib kelib sotyapmiz. O'shanday qilib mana shu uzumlarni ham chiroyli qilib solib olib kelsa, mana bu holatga tushmaydi. Mana bu holatga, mana bu rus holatga tushmaydi. Sotiladi, ketadi. Mana nimalarni gapiryapsiz akalar? Mana 199 rubldan mana Ozarbayjonda xurmolari turibdi, deyarli 200 rubldan ketyapti. Mana biznikilar 99 rubldan turibdi. Nima deysizlar?
Mana shuning uchun mana hozir videolar uzum ketmayapti, uzumlar yotibdi, skladlar to'lib ketgan, xurmolar mana skladlar to'lib ketgan. Savdo rastasida rozinsa 99 rubl bo'lgandan keyin yoki 130 rubl bo'lgandan keyin kim olib keladi u yoqdan? Nima qiziqishi bor bularni olib kelishga? Hamma narsa o'zimizning hurmatli bog'bonlar, brokerlar, eksportchilar, qabulxona egalari o'zimizning qo'limizda turibdi mana shu narsalar. Mayli rekonstruksiya, bog'larni almashtirish kerakdir, ko'shotlarni yangilash kerakdir, ishlov yaxshi berilishi kerakdir, ular bog'bonlarni o'qitish kerakdir, lekin u 50% dan ko'prog'i xolaymizmi, yo'qmi, 70% ga yaqini o'zimizning qo'limizda turibdi-yu. Mana shunday qilib mana mollarni chiroyli qilib olib kelish o'zimizning qo'limizda turibdi-yu. Nimaga shuni qilishimiz kerak emas? Nimaga biz o'zimizga o'zimiz dushman bo'lishimiz kerak? Mana shu uzumlar mana shu yerga yetib kelyapti-yu. O'sha oddiy o'sha paketlab qo'yganimizda mana shu darajaga tushmasdi-yu. Mayli, to'g'ri, buni o'zi qarovida boshidan noto'g'ri uzilgan, bu bo'lgan deymiz, lekin yangi qadoq sistemalari mana shular yuqorida oldingi videoda tepyorishkada ko'rsatganlarimda shunday narsalar turibdi-ku. Hatto shu darajada qilsak bizdan nima ketadi? Nahot shu ishni qilgan bo'lsak, tannarx ba'zi bir tushunmayotganlar gapirayotganda tannarx qimmatlab ketadimi yoki boshqa ish bo'ladimi? 5 rubl nimani o'zgartiradi? 110, 120, 130, 150 rublgacha raznica beryapti-ku. Представляете, tasavvur qilamizmi, yo'qmi? Yaratgan o'zi hammamizga haq yo'lni ko'rsatsin. U yoqdan bu yoqdan bahona axtarguncha o'zimizni ustimizda ishlaylik, akalar, ukalar. O'zimizni ustimizda ishlab, chiroyli qilib bozorga mana bunday narsalarni olib kelib, mana shunday narsalarni olib kelib, qimmat narxlarga sotishni harakatini qilaylik. Bunday holatlarga yetkazishni harakatini qilaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aytib qo'yish bizdan, xulosa sizlardan.